Aleyküm. Yurtdoshlar, qalaysizlar? Aydınmisizlar? Sog'liqlarimiz. Igraga xo'rozlarni chiqaring deb xo'rozlar, xumarvozlar aytib yuradinglar. Xudo xolasa chiqaramiz. Yotirgan bayramlar bilan 2025-yil 10-mart. Bayramlar bilan. Adres aytsa Xorazm viloyati Hazorasp tumani Yangi bozor qishlog'i. Hurmatligan. Igraga deb murojaat qilaverasizlar. Yana ishi yosh jo'jalar. Xudo xolasa igraga chiqaring xo'rozlarni. Makonlar xo'roz sotuvda. Gelsak sotiladi xudo xolasa. Yosh jo'jalar. Buni ko'pchilik so'rab yuradi buni. Mana baholarni aytaylik, top makonlarim sotiladi. Bir tulak. Bu jo'ja bu. Yozgi jo'ja. Yozgi jo'ja olib deb chiqqan emas, umuman buni so'rab yuradilar. Betarimlari baholarni aytib o'taylik, 1 million xo'roz. Makonlar 500 mingdan. Kimga kerak bo'lsa murojaat qilaveradi. Tuxum ham sotiladi xudo xolasa. Mana bular, yana bular. Tomoshaga bular xudo xolasa. Bu Turk deb podarka qilindi. Yana bular bir Ganoy, Koreya tomoshaga. Inshaalloh tuxumi sotiladi xudo xolasa. Jo'ja olma, eski jo'ja. Ana bir tulak bo'ldi xudo xolasa. Tovuqlar, makonlar. Murojaat qilaverasizlar. Bu yozgi jo'ja bu, tomoshaga bu. Yana formasini ko'ringlar xudo xolasa. Bu tomoshaga. Sentyabrda chiqqan jo'ja. Esa zotlarni xudo xolasa tuxumlardan bor xudo xolasa to'g'ri qo'shiladi jo'jalar. Bu yana tulak bu xudo xolasa. Ayaqına qaramanglar deb kisini ko'jaga iz ko'pman tovuqlar yirtmaslik uchun. Bu 5,5 kiloni arasında bu xudo xolasa. Bir sam o'ynalgan emas. Men xumorvozman. Xumorni boqadigan odamman. Kerak bo'lsa yana xo'rozlar biladi, xo'roz qaysi yaxshi zotlari. Isham sotuvda xudo xolasa. Yana bu mekanımız depkeli mekan. Harika. Bir ikisi jo'ja. 2 tulak bo'ldi. Xudo xolasa ular ham sotuvda. Ne bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Tuxumundan ham bor xudo xolasa. Biza xo'rozozni